السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة. Bugunku bizning dialog الحوار الثالث في الموضوع الحياة اليومية. Kunluk jashuv temasidagi oxirgi 3-chi dialogimiz. الحوار بين العادل وفيصل. Bugungi dialogimiz muzkoy o'tdi. Adil bilan Faysolning o'rtasidagi dialog ekan. Adil: متى تستيقظ يوم العطلة؟ متى qachon تستيقظ sen uyqudan uyg'onasan يوم العطلة dam olish kuni. Dam olish kuni sen qanchada turasan? Faysal: أستيقظ مبكرا. Men uyqudan turam. مبكرا erta turadi degan jamoat. ومتى تستيقظ أنت؟ ومتى jana qachon تستيقظ sen turasan? أنت. عادل: أستيقظ men uyqudan turam. متأخرا kech. Men uyqudan kech turam. Boshqa aytganda soat 10da, 11da tursa bu kech turgan bo'ladi ekan. Uyqudan kech turadi ekan dam olish kuni. Faysal: ماذا تفعل في الصباح؟ ماذا emni تفعل qilasan في الصباح. Sabah bu vaqt jamoat erta bilanki vaqt aytamiz. Erta bilan sen emni qilasan deydi. Adil: أشاهد التلفاز. أشاهد men ko'rim. التلفاز televizor. Men televizor ko'ram deydi. وماذا تفعل أنت؟ وماذا jana emni qilasan sen? Faysal: أقرأ صحيفة أو كتابا. أقرأ o'qim. صحيفة kitib. صحيفة gazet. أو كتابا kitib. عادل: أين تصلي الجمعة؟ أين qayda تصلي sen o'qiysan الجمعة juma namozini. Sen juma namozini qayda o'qiysan? Faysal: أصلي الجمعة في المسجد الكبير. أصلي men o'qiyman الجمعة jumani في المسجد mesjidda كبير cho'ng. Men juma namozini cho'ng mesjidda o'qiyman. وأين تصلي أنت؟ وأين jana qayda تصلي sen o'qiysan? عادل: أصلي في المسجد الكبير أيضا. أصلي men o'qiyman mesjidda في المسجد كبير cho'ng mesjidda أيضا degan dag'i. Men dag'i cho'ng mesjidda o'qiyman deydi juma namozini. كلمات الجديدة: كتاب kitib. صحيفة gazet. تلفاز televizor. يشاهد al ko'rib жатadi. تشاهد sen ko'rib jatasan. تشاهدين sen qiz ko'rib jatasan. أشاهد men ko'rib jataman. Televizorga tegishli jamoat. Sabah erta bilan. Kabir cho'ng. مبكرا erta, misol soat 5da tursa, 4da, 6da tursa erta turdi deb aytamiz. متأخرا kech. Misol 9da, 10da, 11da tursa buni kech turdi deb aytamiz. السؤال بين هذا الحوار. Hozirgi dialog bo'yicha so'rovlarga javob beramiz jamoat. من يستيقظ مبكرا? Kim erta turadi? من يستيقظ متأخرا? Kim kech turadi uyqudan? من يقرأ كتابا? Kim kitob o'qiydi? من يشاهد التلفاز? Kim televizor ko'radi? من يقرأ صحيفة? Kim gazet o'qiydi? من يصلي الجمعة في مسجد الكبير? Kim juma namozini cho'ng mesjidda o'qiydi? So'rovlarga javob yozamiz jamoat.